Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan yana nemis tili darslarimizni birga davom ettiramiz. Bugun bizni 5-darsimiz nemis tilida ot so'z turkumi va artikellarga bag'ishlanadi. Demak, an'anamizga binoan biz bugungi darsimizni o'tgan darsimizni qaytarib olish bilan boshlaymiz. O'tgan dars biz sizlar bilan birgalikda nemis tili sonlarini o'rgandik va 0 dan to 1000 gacha bo'lgan sonlarni qanday tuzilishini tushuntirib o'tdim. Va sizlar bilan birgalikda o'z yoshimizni aytishni, keyin suhbatdoshimizni yoshini so'rashni ham o'rgandik va men sizlarga shu uyga vazifani bergan edim, ya'ni 5 ta son yozish va o'qish va yoshingizni aytishni. Agarda bu darsni ko'rmagan bo'lsangiz, yana bir marta qaytarib olishingizni maslahat beraman. Har bir darsimiz muhim. Agarda darslarni ko'rib va uyga vazifalarni bajarib borayotgan bo'lsangiz, demak biz davom etamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda biz nemis tilidagi ot so'z turkumlarini birga o'rganamiz. Ya'ni ot so'z turkumi, substantiv. Nemis tilida ot so'z turkumiga kiruvchi har bir so'zlar katta harf bilan yoziladi va ular o'z navbatida 3 ta guruhga bo'linadi. Ya'ni 3 ta jinsga. Ruscha qilib aytganda rod, мужской род, женский род и средний род. Ya'ni erkak jinsi maskulinum, ayol jinsi femininum va o'rta jins neutrum. Lekin nemis tilidagi bu ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar va ularning jinslari ruschaga qaraganda sal boshqacharoq aniqlanadi. Ya'ni ularni aniqlash uchun ma'lum bir qoida yo'q. Shuning uchun bu so'zlarni yodlayotgan vaqtda har birini qaysi jinsda ekanligini ham birgalikda yodlash kerak. Boshqachasiga buni bilish uchun aniq bir qoidalar, ma'lum bir qoidalar yo'q. Ba'zi bir istisnolar mavjud. Bularni sal keyinroq yana bir ko'rib chiqamiz. Demak, birgalikda nemis tilidagi erkak jins, ayol jins va o'rta jinslarga kiruvchi so'zlarga misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misollarimiz, birinchi qatordagi so'zlar, bular erkak jinsiga mansub so'zlar. Bularga misol tish, ya'ni stol, shtul, ya'ni stul, shrank, ya'ni shkaf, shtift, qalam, kompyuter, ya'ni kompyuter, mensh, odam va shu singari so'zlar erkak jinsiga misol bo'ladi. Ayol jinsi femininum, lampa, lampa, chiroq, tasha, sumka, blume, gul, vaza, vaza, shtrase, ko'cha, übung, mashq. O'rta jins, ya'ni neutrum, buch, kitob, wort, so'z, bild, surat, haus, uy, zimmer, xona, kind, bola, ya'ni yosh bola va shunga o'xshash so'zlar misol bo'la oladi. Shunday qilib, nemis tilidagi ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlarni qaysi jinsdaligini ham birgalikda yodlab borish, lug'at yodlash davomida birgalikda yodlab borish juda muhim va kelgusida o'z so'zingizni, o'z fikringizni suhbatdoshingizga to'g'ri yetkazib bera olishingizda katta rol o'ynaydi. Nemis tilida ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlarni qaysi jinsdaligini aniqlash uchun aniq bir mukammal qoida bo'lmasa-da, lekin ba'zi bir istisnolar mavjud. Ya'ni nemis tilidagi barcha kasbga oid so'zlar erkak jinsida bo'ladi. Bularga misol fara, haydovchi, arzt, shifokor, lehrer, muallim, arbeiter, ishchi, mexanika, mexanik, kelner, ofitsant va shunga o'xshash oxiri qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlar. Agarda biz bu so'zlarga yana in qo'shimchasini qo'shsak, ya'ni arbeiter, arbeiterin, mexanika, mexanikarin, biz shu tarzda bu kasblarni erkak jinsidan ayol jinsiga o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni o'qituvchi, lehrer, lehrerin, o'qituvchi lekin ayol kishi, ya'ni
muallim, muallima kabi shu tarzda erkak jinsidan ayol jinsiga o'zgartirishimiz mumkin. Yana bir bor aytaman, agar mexanika bo'lsa, bu erkak kishi, ya'ni erkak mexanik. Agar mexanikarin bo'lsa, bu demak ayol kishi haqida gap boryapti. Bu mexanik ayol kishi. Arbeiter bo'lsa ishchi, ya'ni oddiy erkak ishchi. Arbeiterin bo'lsa, bu ayol kishi, ya'ni ayol ishchi. Bu slayd ham tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Erkak va ayol jinsiga mansub so'zlar. Har bir tilda, har bir lug'atda shunday so'zlar borki, bular faqat erkak kishi va ayol kishiga taalluqlidir. Bularga misol fata, ya'ni ota. Ota bilamiz, bu erkak kishi, shuning uchun bu erkak jinsida. Bobo, Großvater, o'g'il, Sohn, o'g'il bola, Junge, amaki yoki tog'a, Onkel. Ayol jinsiga mansub so'zlar: ona, Mutter, buvi, Großmutter, qiz, Tochter, amma, xola, Tante va shunga o'xshash so'zlar. Lekin nemis tilida qiz bola, ya'ni Mädchen so'zi ayol jinsida emas, balkim o'rta jinsda keladi. Buni ham o'ziga yarasha sabablari mavjud. Bu asosan eski nemis tilidan qolgan so'z bo'lganligi uchun va buni oxiridagi hen qo'shimchasi va bu qo'shimcha bilan keladigan barcha so'zlarni o'rta jinsda ekanligi bilan tushuntirsa bo'ladi. Shunday ekan, ya'ni Mädchen so'zini o'rta jinsda ko'rsangiz hayron bo'lmaysiz. Agarda bu mavzumiz ham tushunarli bo'lsa, biz keyingi mavzumizga o'tamiz. Ya'ni mavzumiz artikellar. Nemis tilida artikellar juda muhim vazifalarni bajaradi. Ular ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlarni qaysi jins, qaysi kelishik, ya'ni ruscha qilib aytganda qaysi padej va qaysi shaklda, ya'ni ko'plik yoki birlikda ekanligini ko'rsatadi va ular ham o'z navbatida ikki guruhga bo'linadi, ya'ni aniq artikellar va noaniq artikellar. Agarda ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, ingliz tilida ham aniq, ya'ni the bilan boshlanadigan artikellar va noaniq a artikellari mavjud. Bu ikki mavzumizni bog'liqlik tarafi shundaki, ya'ni ot so'z turkumi va artikellarni nemis tilidagi har bir ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar qaysi jinsga kirishiga qarab o'zini alohida artikellariga ega. Ya'ni erkak jinsga kiruvchi nemis tilidagi ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlar aniq artikel vaqtida der artikelni oladi. Agar ular noaniq bo'lsa, ein artikelni oladi. Ayol jinsiga kiruvchi so'zlar esa die aniq artikelni oladi va noaniq vaqtda eine artikelni oladi. O'rta jinsga kiruvchi so'zlar esa das artikelni oladi va noaniq vaqtida esa ein artikelni oladi. Bular agar ko'plik shaklida kelsa, die artikelni oladi aniq vaqtida. Bu qaysi jinsga kirishidan qat'iy nazar, ko'plik shaklida die artikelni oladi va noaniq vaqtda esa artikelsiz keladi. Bularga mana misollarni ko'rib chiqamiz. Keyin esa yana birgalikda ot so'z turkumlari qaysi vaqtda aniq artikel bilan va qaysi vaqtda noaniq artikellar bilan kelishini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Misollar: erkak jinsiga, ya'ni maskulinumga kiruvchi so'zlar: der Tisch, ein Tisch, der Stuhl, ein Stuhl, der Schrank, ein Schrank, der Stift, ein Stift, der Mensch, ein Mensch. Ayol jinsiga kiruvchi so'zlar aniq artikel vaqtida die, ya'ni die Tasche, noaniq artikel bilan kelgan vaqtda eine, ya'ni eine Tasche singari o'zgaradi. Demak, die Tasche, eine Tasche, die Lampe, eine Lampe, die Blume, eine Blume, die Vase, eine Vase, die Straße, eine Straße. O'rta jins, ya'ni Neutrum. O'rta jins aniq artikeli das, ya'ni das Buch va noaniq artikeli ein, ya'ni ein Buch. Demak, das Buch,
ein Buch. Das Bild, ein Bild. Das Wort, ein Wort. Das Haus, ein Haus. Das Zimmer, ein Zimmer. Demak, artikellarni qanday ishlashi ma'lum bo'lsa, biz birgalikda noaniq artikellar va ular qaysi vaqtda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Noaniq artikellar predmetni holi aniq emasligiga, u o'ziga o'xshagan predmetlardan biri ekanligiga yoki u bu yerda, ya'ni matnda birinchi bor tilga olinayotganiga ishora qiladi. Ya'ni qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, biron bir ot so'z turkumiga kiruvchi so'z bizga birinchi bor matnda uchraganda biz noaniq artikeldan foydalanamiz. Ya'ni das ist ein Buch, bu bir kitob. Das ist eine Tasche. Buni qanday ishlashi biz aniq artikellarni ham ko'rib chiqqanimizdan keyin tushunarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Demak, aniq artikellar aksincha gap aniq bir predmet haqida ketayotganini yoki bu predmet matnda oldinroq tilga olinganiga ishora qiladi. Misollar: Das ist ein Buch. Bu yerda biz noaniq ein artikeldan foydalanamiz. Das ist ein Buch. Das Buch ist rot. Ya'ni das Buch ist rot degan vaqtimizda biz o'sha das aniq artikeldan foydalanamiz. Bu bir kitob. Bu kitob qizil. Das ist ein Zimmer. Das Zimmer ist groß. Bu bir xona. Bu xona katta. Das ist ein Schrank. Der Schrank ist groß. Bu bir shkaf. Bu shkaf katta. Das ist eine Tasche. Die Tasche ist klein. Bu bir sumka. Bu sumka kichkina. Das Zimmer va das Buch bular o'rta jinsda bo'lgani uchun das artikli bilan. Shrank erkak jinsida bo'lganligi uchun der artikli bilan. Tasha ya'ni sumka ayol jinsida bo'lganligi uchun die artikli bilan birgalikda ishlatilmoqda. Bu mavzumiz ham tushunarli bo'lsa, demak biz mustaqil mashqlarni bajaramiz va bu mavzuni yana bir bor mustahkamlab olamiz. Ya'ni birinchi mashqlarimiz aniq artikellar, Stift, der Stift. Shu tarzda o'zingiz videoni pauzaga qo'yib, mana bu bo'sh qoldirilgan joylarni o'ziga mos artikellari bilan, aniq artikellari bilan birgalikda to'ldirib borasiz. Keyingi qatorda turgan so'zlarni noaniq artikellar bilan to'ldirib boring. Ya'ni shtul, ein shtul va shu singari. O'zingiz bu yerda videoni biroz pauzaga qo'yib, mustaqil bajarishingiz mumkin. Agarda siz bu mashqlarni mustaqil bajargan bo'lsangiz, biz ularni javoblariga o'tamiz. Ya'ni aniq artikellar. Stift, der Stift, Lehrer, der Lehrer, Straße, die Straße, Tasche, die Tasche, Zimmer, das Zimmer, Buch, das Buch va noaniq artikellar. Bild, ein Bild, Stuhl, ein Stuhl, Vase, eine Vase, Schrank, ein Schrank, Blume, eine Blume. Artikellarimiz qanday ishlashi tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimiz mini dialog. Bugun biz sizlar bilan bu mini dialogimizda was ist das, ya'ni bu nima degan so'zni birgalikda o'rganamiz. Was ist das? Bu nima? Das ist ein Buch. Bu kitob. Was ist das? Das ist mana shu qoldirilib ketgan joyiga o'zingiz mustaqil artikelni qo'yasiz. Oxirgi misolimiz esa was ist das? Das ist. O'zingiz o'ylab biron bir misol qo'yishingiz mumkin. Das ist eine Blume, das ist eine Vase. Shu singari. Shunday qilib biz darsimizni oxiriga yetib keldik. Bugun sizlar bilan birgalikda biz ot so'z turkumi, artikellar, jinslar va bu nima degan so'zni nemischasini birgalikda o'rgandik. Men kommentariyalar ostida bu darsga uyga vazifalarni ham qo'yib ketaman. Darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashni yoddan chiqarmang. Sog' bo'ling va keyingi darsgacha auf Wiedersehen, bis nächster Unterricht.